Assalomu alaykum do'stlar. Biz Xudo xolasa urug'likka qo'chqorlarga kelganmiz. Qo'chqorlarimiz Zomin, Chaparashli qishlog'ida Hamroqil akani qo'ralariga kelganmiz. Urug'likka soni 100 dona. Mana qarang, buni uzunliklarini qarang, buni rangini qarang, buni orqalari ham hamma ko'rinishlari hammasi joyida. Mana qo'chqorlarimiz urug'likka qo'chqor qidirib yurgan tanishlaringizga yuborib qo'ying, like bosish esdan chiqmasin. Qo'chqorlarni qarang, mashalloh. Go'zalligicha bu qo'chqorlarimizda. Orziyevlar xonadonidan, ha? Xudo xolasa. O'zi har yili chiqarar ekansiz aka? Shunday, har yil yetishtiramiz. Xudo xolasa, har yil mana shu ish bilan shug'ullanamiz. Gap yo'q aka. Qo'chqorlaringizga gap yo'q lekin, mashalloh, gap yo'q. Hammasi zo'r. Orqalarini qarang buni. Oldi ko'kraklari ham hammasi joyida, kallalari ham joyida. Garbonoslariga ham gap yo'q. Xudo xolasa. Qalada yemini yeb yurgan qo'y. Bu masalan uyda yem yeb bir so'lib qoladigan narsa emas. Xuddi bir yem yeb turgan qo'yni qo'yaversangiz, enasidan ajralgan qo'ysa-da so'lib qoladi. Bu lekin so'lmaydi. Xudo xolasa oldiga ketadigan narsa. Qalada mana pishiq, oyoq qo'li joyida, oyoq og'rib qolish, boshqa sovutish, boshqa narsa emas. Shuni olib boradi, qo'yib-qo'shaveradi. Tayyor. Gap yo'q. Aka, narxlarni nima deyapsiz? Narxlarni aka. Narxlariga kelsak ham kelishtirib beramiz. Kelsa, ustiga kelsa savdo qilib, xudo xolasa 13 dan 17 gacha deyapmiz endi. Ko'p kelsa holatiga qarab kelishib savdo qilaveradi. Xudo xolasa. Gap yo'q. Yaxshi narx qo'ysiz aka. Mana ko'p urug'likka qo'chqorlarni ko'rgani boramiz. Narxlari ham xuddi shunaqa narx bo'lyapti. Bu boshqacha qo'chqorlar ekan. Bo'ylariga tergan ekansiz, lekin saralab olgan ekansiz. Bu qo'y 500 qo'yning ichidan saralangan. İşte bu qolgan bu 500 ta qo'y ichidan saralangan. Ideal hammasi bu. Gap yo'q. Manzilimiz shu Jizzax Chaparashli qishlog'ida. Zomin. Zomin Chaparashli qishlog'ida ekan. Gap yo'q aka. Mana qo'chqorlaringizga gap yo'q lekin mana qarang, mashalloh. Zo'rligini mana sekin ichini oralab ko'ramiz. Mana qo'chqorlarimizni ko'rsalaringiz bo'ladi. Lekin uylarni ko'raman desa ushlab ko'rsatamiz uylarni. Shu aka bittasini ushlasangiz. Mana aka bo'ylariga gap yo'q lekin, ha? Bo'yi qancha bor dedingiz aka? 95 plus. 95 plus. Mana Leninkida ham o'lchab ko'rdik. Metrda. Gap yo'q. Qo'chqoringizga aka uzunligi ham yaxshi aka. Mana tishini qani? Tishi mana eshakka chiqqan. Üst bari eshak. Üst qo'yning bari yuzi. Hammasi eshak ekan mana. Tishini bilganlar bo'lsa, mana tishi kerak. Bir xil so'rashadi. Bo'yi qanday deydi? Tishini ko'rsatib yuboring deyshadi. Mana tishini ham, bo'yini ham ko'rsatyapmiz akalar. Mashalloh, buni qarang buni akalar. Va mashalloh deb qo'yish esdan chiqmasin. Mana tishini qarang buni. Eshakka chiqqan mana, xudo xolasa. Gap yo'q aka. Gap yo'q, zo'r. Mana bo'yi eshitgan bo'lsangiz, mana 95 plus bo'lyapti bo'ylari. Tishi eshak narxini 13 milliondan 17 million so'mgacha deyishyapti. Mana, lekin narxlariga gap yo'q. Yaxshi narx qo'yishdi. Var zo'r mana, mashalloh. Rangini qarang buni, mashalloh, gap yo'q qo'chqorlarimizga. Mana qarang buni, qo'chqorimizni qarang buni. Vay, mashalloh. Harrazda be, harraz mana tishini, oh. Gap yo'q qo'chqorimiz mana. Vay, mashalloh. Qo'chqorlarimizni qarang mana. Sovutilganda, tayyorda, qo'yga qo'yishga tayyor qo'chqorlarimiz mana. Gap yo'q. Joning bor. Qo'yga qo'yishingizga tayyorda mana. Siz qo'chqor urug'likka qo'chqor qidirib yuribsiz. Mana sizga nomerlari bilan, manzili bilan, bo'yi, hamma narsalarning vaziyatlarini tushuntirdik mana. Qo'yingizga qo'yishga tayyorda. Eng zo'r joyi borish kerak, sotib olish kerak. Xudo xolasa sunnatiga narxini chiroyli narx qilib berishar ekan. Xudo xolasa Hamroqil akani o'zlarida, xudo xolasa qo'ralaridamiz. Gap yo'q. Qo'chqorlarga sifat. Qo'chqorlarimizni qarang, mana mashalloh.